Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Hozir men shu Manhattan'dagi 96-ko'chadagi New York Islom markazida aytliq namozni o'qib chiqdim. Ishqa minishdan burun bog'chada yo'l mang'ach sizlar bilan ozroq paranglashaydi dedim. Oldi bilan hammanglarning aytig'i muborak bo'lsin. Bu muhojirat hayotimizda hammamizga heytdak bo'lmaydi. Asli men bugun ishga bormasam bo'ladi, lekin ozroq ishim bordi. Shunga namozdan chiqib ishga bordim. Men ishqa mang'ach shu pozitiv yoki aktiv kayfiyat va uning ruhiy va jismoniy sog'lomlikqa ko'rsatgan ijobiy ta'sirlar to'g'risida ozroq so'zlab beray. Pozitiv yoki aktiv kayfiyat yoki his tuyg'u degan vaqtida odatda u xushal-xuram, minnatdorlik va umidvor kayfiyat yoki his tuyg'ularni ko'rsatadigan bo'lib, u yolg'iz insonlarning baxtli bo'lishi bilan munosabatli bo'lib qolmasdan, eng muhimi u xil kayfiyat yoki his tuyg'u insonlarning ruhiy va jismoniy sog'lomligiga aktiv ta'sir ko'rsatadi. İnsanlarning chidamligini oshirdi, esda tutish qobiliyatini o'stirdi, tafakkurni sog'lom qiladi, ijtimoiy aloqani kuchaytirdi. Aktiv yoki pozitiv kayfiyat insonlarning qaysarligini ilgari surish, bisim va tashvishni azaytish va kayfiyatni yaxshilash orqali ruhiy sog'lomligini ko'rinarli darajada yuqori ko'tara oladi. U shaxslarning xirslarga texmi unumli taqobil turishiga, texmi umidvor ko'z qarash barpo qilishiga va oxirida umumyuzlik ahvolning yaxshilanishiga yordam beradi. Texmi aniq va tafsil qilib aytgan vaqtida aktiv yoki pozitiv kayfiyat insonlarni dunyoga ijobiy va umidvor ko'zi bilan qarashga undaydi. Undaq insonlar ijobiy tafakkur qiladigan bo'ldi. Ijobiy tafakkur shaxslarning texmi qaysarlik bilan jiddiy vaziyatni kontrol qilishiga yordam berdi. Azob tuyg'usini azaytadi. Ijobiy tafakkur insonlarning tabiiy kayfiyatini yuqori ko'tarib, insonlarning tushkunlik va tashvishlarga qarshi turishiga yordam berdi. İnsanlarning chidamligini yuqori ko'tardi. Aktiv yoki pozitiv tafakkur insonlarning umursizlik va xirisdan g'olib kelish iqtidorini kuchaytirib, insonlarning umid va qaysarlik tuyg'usini barpo qiladi. Aktiv yoki ijobiy ko'z qarash insonlarning masalalarni hal qilish iqtidorini o'stirib, ularning texmi ijodchanlik va unumlik bo'lishiga turtkilik rol o'ynaydi. Aktiv yoki pozitiv kayfiyat insonlarning aktiv tafakkurni yetildirishga yordam beradigan bo'lib, u insonlarning umumiy taqobil turish mahoratini o'stirib, ularning duch kelgan qiyinchiliklarni texmi oson hal qilishiga yordam beradi. Aktiv yoki pozitiv kayfiyat yurak qon tomir sog'lomligiga, immunit sistemasining kuchli bo'lishiga, hatto umrni uzartishga foydali. Aktiv pozitsiya insonlarni o'zaro texmi yaqinlashtirdi. Insonlarning texmi kuchli ijtimoiy aloqa va texmi sog'lom munosabat o'rnatishiga yordam berdi. Aktiv tafakkur insonlarning harakatlantirish kuchini oshirdi. Shaxslarni o'zining nishoni va orzusini amalga oshirishga ilhomlantirdi. Umum jihatdan olgan vaqtida
pozitiv yoki aktiv kayfiyat yoki his tuyg'u insonlarning aktiv tafakkur qilishida hal qilg'ich rol o'ynaydigan bo'lib, aktiv tafakkur insonlarning umidvorligi va izchilligini oshirdi. Undaqda pozitiv yoki aktiv kayfiyatni qandoq yetildirgili bo'ldi degan vaqtida oldi bilan insonlar uning uchun o'y va his tuyg'uga alohida diqqat qilish kerak. Angliq holda hayotda yuz bergan ijobiy ishlarga yoki aktiv taraflarga diqqat qilishni tanlash kerak. Har qanday insonning hayotida xushallik va ko'ngilsizliklar yuz beradigan bo'lib, agar bir inson faqat hayotidagi ko'ngilsizliklarni ko'rib, xushallikni faqat ko'rmasa yoki uni inkor qilsa, u holda u inson barbara hamma narsaga salbiy tarafdan qaraydigan bo'lib, uning duch kelgan ko'ngilsizliklarni hal qilishga foydasi yo'q bo'lib qolmasdan, balki kayfiyatga salbiy ta'sir ko'rsatib, sog'lomlikka ziyon elib keladi. Undan boshqa salbiy fikrlarga jang e'lon qilishni bilish kerak. Ya'ni salbiy fikrlarni bayqagan vaqtida ularga aktiv bilan jang e'lon qilish va ularni texmo aktiv va real ko'z qarash bilan almashtirish. Minnatdorlikni mashq qilish yoki minnatdorlik tuyg'usini yetildirish. Mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, hayotdagi yaxshi ishlarni doim e'tirof qilish va qadrlash, uning qadriga yetish, minnatdorlik bildirish. Pozitiv, aktiv kishilar bilan munosabat qilish, aktiv va ko'tarinki ruhli kishilar bilan vaqt o'tkazish, insonga xushallik va aktiv energiya elib keladigan faoliyatlarga ko'p qatnashish. Doim o'ziga ilhom beradigan so'zlarni so'zlash, salbiy gap so'zlarni qilishdan saqlanish. Bular orqali biz o'zimizda belgilik shu aktiv kayfiyat yetildira olishimiz mumkin. Albatta, vatanda yuz bergan fojialar hammamizningki ko'ngilni g'ash qilganlik sababidan biz shundoq hayit bayramlardimi xushallik topolmaydigan, xushal bo'lolmaydigan ahvolga duch kelyapmiz. Buning hech birimizga foydasi yo'q. Biz cho'qim ko'nglimizni xushal tutishni, umidvor bo'lishni, aktiv yoki pozitiv kayfiyat yetildirishni bilishimiz uningki sog'lomligimizga va keyingi ishlarimizga ijobiy rol o'ynaydiganligini tunib yetishimiz bek muhim. Bugun bu haqda o'ylaganlarimni sizlar bilan mushu yergacha o'rtoqlashib o'tdim. Oxirida hammanglarning hayitni xushal xuram o'tkazishini chin ko'nglimdan tilayman. Alloh hammamizga sog'lomlik ato qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.